Har bitta mashinani programmalarini qilishlikdan oldin birinchi o'rinda svichalarini yechib tekshirishlik kerak. Nimaga? Chunki ayrim paytlarda svichada muammo bo'ladigan bo'lsa, programma qilish shart bo'lmasligi ham mumkin. Motorda muammo bo'ladigan bo'lsa, programma qilsangiz ham hech qanaqangi o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Svichalarini hamda bobina mushtukchalarini qarab, agar bu narsalar yaxshi bo'ladigan bo'lsa, keyin programmalarini qilinadigan bo'lsa, yaxshi bo'ladi. Programma degani o'zi nima degani? Mashinani zajganiyasi rani yoki pozdniy bo'ladi. Zavodskoy pozdniy bo'ladi. Gaz o'rnatgandan keyin uni rani qilib yurishlarini tezlashtirib beriladi. Gaz ko'p rasxod qilishligini, ko'chaning ichida mashina siltab qolishligini hamda yaxshi tortmasligini davolab, to'g'rilab beramiz. Ko'rdinglar, so'z isboti bilan motorimizni davlinalari yaxshi, svichalarda hech qanaqangi muammo yo'q. Endi programmalarini qilsak bo'ladi. Aka, mashina yaxshimi? Zo'r aka, ishlashi zo'r. Bu biz oldimizga kelishdan oldin programmalarni qildirdingizmi? 2 marta qildirdim. 2 marta. Hozir yaxshimi? Rezultat? Muammo yo'q. Shu klientni ijobiy, yaxshi fikrini eshitganda maza qiladi odam. Ishga bo'lgan muhabbat yana ham oshib boradi. Programma yo'nalish bo'yicha muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga murojaat qilishingiz mumkin.